pul to'zitgan xiyollar. Bugungi kunda jamiyatni harakatlantirayotgan motor va kishilarni olg'a besishga intiltirayotgan nishon puldan iborat bo'lmoqda. Pul topmagan ahmaq, pul topolmagan kishi yaramaz. Mana bular davrimiz kishilarining qalbida uzil-kesil muqimlashib, e'tiqod darajasiga yetgan shuarlardir. Mundaqcha aytganda pulga cho'qinish jamiyatimizdagi umumiy ijtimoiy psixikaga aylanib qoldi. Buningdan hech kim gumonlanmaydi. Pulning g'oyat zo'r sehriy kuchi millionlagan kishilarning necha 10 yillardan beri muqaddas bilib kelgan an'anaviy axloq qarashlarini va qimmat qarashlarini teri-perang qilib, ularning g'angiragan qalbini vasvasalik xiyollarga g'arq qilibdi va qimmoqda. Davrimiz kishilarining necha yillardan buyon dabdaba bilan ulug'lab kelgan an'anaviy axloq qarashlari bilan qimmat qarashlarining bozor egiligi do'lqinining zarbasiga bardoshlik berolmay gumron bo'lishi, ammo davrga mos keladigan yangicha axloq qarashi va qimmat qarashining texi shakllanib bo'lanmasligi tufaylidan kelib chiqqan axloq va e'tiqod jihatdagi mislsiz krizis talay kishilarni tamtiratmoqda. Axloq, e'tiqod va qimmat qarashi jihatdagi bu xil bo'shliq ba'zilarni asabiylarcha kuldirsa, ba'zilarni yum yosh to'kkizmoqda. O'z mavjudligini qandoq saqlab qolish va qandoq yashash masalasidan iborat mushkul azobli tanlash kishilarni har xil qo'ylarga solmoqda. Og'zidan ona suti purab turadigan norisida qizlar cho'ntiki tom qaqvash qiyra dallollarning quchiqida bahorini yo'qotmoqda. Sho'r peshoni bechora ota-onalar bosh qurishga majoli yetmayotgan bangvash bolalarining g'amida voysamoqda. Arzu armonlari ko'pikka aylangan, reallik tuyg'usi kamchil, yashash iqtidori ojiz qovul erkaklar ichimlik va chekimlik xumorida loydek ezilmoqda. Kirimi oz, bolajonlik baxtsiz oilalar qora qozonni qaynatishning amalini qilolmay tipirlamoqda. Axlatlik farishtalar deb ta'riflanadigan doktorlar noahlilashib, Xudo urgan kasallarni to'palab qoqti-so'qti qilg'ashqa, kishilarning ko'ziga qora niqobli qaroqchilardek ko'rinmoqda. Kishilar paraxo'r amaldorlarga emas, para yemaydigan amaldorlarga hayronlik nazari bilan tikilmoqda. Bilim elish ishlarining istiqboliga gumon bilan qarab, tangi tilla ko'chisida vosita tanlamay yugurib yurgan kishilarga havas nazari bilan boqmoqda. Kishilar orasidagi samimiy mehr-muhabbat rishtasi kun siri bo'shishib, pulni o'lcham qilgan munosabat to'g'ri kun siri mustahkamlanmoqda. Topolig'ini cho'xo'roz, topolmag'ini bir bosh piyoz ep keladigan to'y ma'rakalar bog'on siri tetiqsizlashib, kammiganlarni qattiq yo'qlama qilib, kagallardan qo'g'lab yurib pul yig'adigan chakana pas murosimlarga aylanib qolmoqda. Ruhiy dunyosi yimirilgan, qalbida mustahkam ma'naviy to'siqlari yo'q kishilar pulning nopozi va hayvisi oldida turkumlab tizlanmoqda. Kuchlik e'tiqod to'riki va nopozlik qimmat qarashi mavjud bo'lmagan bu davrda millionlagan kishilar o'z orbitasidan ajrab ketgan sayyoralardek bo'lishiga yashamoqda. Ma'naviy jihatdagi baxt, shod-xuramlik va oliy istaklarini butunlay moddiy narsalarga tegishib bo'lgan g'oya va nishondan xoli kishilar cheksiz xushallik bilan moddaning quliga aylanmoqda. Xuddi Fransiya mutafakkiri Rousseau olqandik pul erkinlikni saqlashning qorali, lekin biz izlayotgan pul bo'lsa o'zimizni qulga aylantiradigan qoraldur deb aytgandek holat shakllanmoqda. Obyektiv muhit davrimiz kishilarini g'ururini saqlab qolishga chorasiz qilib qo'yayotamdi, yoki bizning aslidilla aqida e'tiqodlarimiz puchak, xoslik ingimiz yetarsiz, ma'naviy jasoratimiz tayinliqmi? Qandaq bo'lishidan qat'iy nazar sharq mutafakkiri Zhuangzi tarafidan odamning mol dunyoning quli bo'lishi qo'rqinchli azob
hatto hayotning vayron bo'lishi deb ko'rsatilgan reallik ko'z oldimizda inkor qilib bo'lmaydigan darajada yeyilib turmoqda. Bu xil tragediyalik ijtimoiy muhit o'quvchilardan tortib olimlargacha, bola boqquchilardan tortib doktorlargacha, velosiped saqlag'uvchilardan tortib zavod boshliqlarigacha, sut sotquchilardan tortib siyosat belgileguvchilargacha, latifa aytquchilardan tortib atoqliq yozuvchilargacha hamma soha kishilarni o'z ta'siri ostiga olmoqda. Pul hammaga qodir emas. Pulni odamning qimmat o'lchami qilib olishga bo'lmaydi degan sadolar ancha-muncha yangrab tursa-mu, lekin uni tingshaydigan quloqlar kun sari ozlab ketyotadi. Shunga ba'zi kishilar bugungi Jongoni iqtisodshunoslar, korxonachilar, savdo sanoatchilar chavak kelib ajab yaxshi bo'ldi deydigan, falsafichi ma'arifchilar qayg'urib ko'z yesh qiladigan davrda turibdi deyishmoqda. Albatta tarix chaqini ravon aylantiradigan ikki peshongning biri bo'lgan ma'naviy madaniyat e'tiborsiz muomalaga va dafsanda qilinishga uchragan davrlarda tarix betlari to'liq qon va yosh deg'i bilan to'lib ketadi. Kishilarning ruhiyat olamini nurlantirib turadigan kuchli e'tiqod mash'ali xiralashib, nopuzliq axloq qarashi e'tiborsiz qolgan davrlarda ko'pchilik odamlar oshko'z, yovuz, rahimsiz, shaxsiyatchi, mas'uliyatsiz, fursatparast, noinsof, vijdonsiz va razil bo'lib ketadi. Kishilik munosabatlar tamoman g'ayriy normal tus oladi. Sog'lom ruh pul hammaga qodir deydigan asabiylikning patqiqiga petib qoladi. Pulga cho'qinadigan, pulni odamning qimmat o'lchami qiladigan bundoq ma'naviy kayfiyat barliq razilliklarni tug'idi. Injilda pulga bo'lgan muhabbat barliq razilliklarning manbasi deb ko'rsatilgan. Shuni aniq tonishimiz kerakki, pulni yashashda kam bo'lsa bo'lmaydigan qoral deb tonib, har bir odamning o'zini iqtisodiy jihatda ozodlikka erishtirishi har qanday bir davr uchun aytganda intayin zarur. Chunki moddiy sharoiti yaxshilangan odamda ruhiy boylik orzusi tabiiy holda tug'iladi. Ammo bu yerdagi muhim masala moddiy sharoitni yaxshilash jarayonida o'zining insoniy qimmatini badal qilib etmaslik, eng qimmatli narsalarni pulga tegishib etmaslik kerak. Undaq eg'ir badal to'lab boylikka erishgan kishi xazinadagi chor yilonga o'xshab qoladi. Jamiyat ma'lum ma'noda mushu davr kishilarning oilasi. Shunga uzuksiz yuz berayotgan ochiq ijtimoiy tragediyalar, alokat xarakterlik xavf bilan to'yingan vaqa hodisalarning vijdoni sagak kishilarni cho'chitib uyg'otishi tabiiy ahvol. Yuksak insoniy g'ururga va aqida e'tiqodga ega, mas'uliyat tuyg'usi va orilish eng kuchli bo'lgan ma'naviy madaniyat jangchilari chomining yetishicha cho'qon selib, bexutlashgan, tushkunlashgan, asabiylashgan, tangriqagan zamondoshlarini uyg'otib, ijtimoiy ekologiya sistemasi mislsiz darajada ojizlashib ketgan bu jamiyatni o'zining aqlga muvofiq iziga selishga intiladi. Mas'uliyat tuyg'usining va orilish ingining kamchil bo'lishi davrimiz kishilarining ruhiyatidagi bir ro'shan ojizlik. Jamiyatimizda talay kishilar baxtsizlikning patqiqida ingravasi yordam qo'lini sunmaydigan, haq bilan nohaq ko'z oldida ostin ustin qilinavasi sukut qilib turadigan, paraxo'rlar bilan taxsikashlarni bilib turib adabini bermaydigan, bir yaramliq ziyoli odatdagi bir kassirga davolanish pulini atchot qildiranmay yelinavasi echinmaydigan, o'qituvchilar o'qituvchi bo'g'im yo'q faqat deb qaqshavassa, dehqonlar dehqon bo'lmoq tas deb zorlavassa hech ish bo'lmagandek xotirjam yurayveradigan, adabiyot san'at tarmoqlari haroq tamaki shirkatlarining direktorlariga ming ta'zim qilib yordam talab qilavassa g'alitilik his qilmaydigan,
Ammo to'y to'kun nazari chirog'lariga kammagan yoki chaqirmagan kishilarni mangu kechirmaydigan muloyim xotin, issiq uy, omoq bola olam degan shu deb qaraydigan chagina ongdan qutulanmay oila xotirjamligini hammadan a'lo bilib, o'zini baxtiyor sanab yashab kelayotgan kishilar to'lib turgan muhitda mas'uliyat tuyg'usi arilish eng kuchli ma'naviy madaniyat jangchilarining o'ttirg'i chiqishi kishilarni cheksiz so'yindirdi albatta. Biz shu narsani ro'shan farqlantirishimiz kerakki, jamiyatimizdagi pulga cho'qinish psixikasi bozor egiligi paydo qilgan salbiy unum bo'lsa-mu, lekin bozor egiligining egilikni gullantirish va ijtimoiy taraqqiyotni yuksaltirishdagi mislsiz ijobiy rolini inkor qilishga bo'lmaydi. Falsafaviy nuqtadan aytganda masalalarni hal qilishning mumkinchiligi bu masalalarning barliq kelish jarayoniga singan bo'ladi. Lekin bu hargizmi yuz berayotgan tragediyalik hodisalarga sukut qilib turish kerak deganlik emas. Biz bozor egiligining asabiy to'lqini ichida yoki tingirqash tuyg'usi ichida nimani yo'qotib nimaga erishayotganligimizni sagaklik bilan bilib turishimiz, g'aflat uyqusi ichida behuda badallarni to'lamaslikka tirishishimiz, ma'naviy madaniyatni moddiy madaniyatning chang to'zonlari ichiga ko'mib qo'yishga yo'l qo'ymasligimiz, o'zimizning aqida e'tiqodlarimizni pulga tegishib etishdan saqlanishga tirishishimiz lozim. Shuni tonib yetishimiz kerakki, jamiyat iqtisodining taraqqiyoti, kishilarning moddiy turmush saviyasining o'sishi jamiyatda va kishilarda madaniylikka bo'lgan talabni tug'diradi. Bu bir qonuniyat. Madaniyat insonga o'zining haqiqiy insoniy qimmatini his qildiradigan, uning aqlini kamolatga, ruhini hurlikka erishtiradigan tangdish yo'q angishdir. U insonni o'ziga tonitadi va haqiqiy ma'nodagi erkinlikka erishtiradi. Ming bir kecha hikoyalaridagi o'limga buyurilgan ayol Shahrizodning o'zining farosati va bilimiga tayinib zolim podshohning qalbida insoniy mehr muhabbatni uyg'otib oxirgi hisobda hayotini saqlab qolganligimi dal madaniyatning qudrati jumlasiga kiradi. Biz qabila boshliqining g'alabasi Yildiz nomli televiziya teatrlarini ko'rgan vaqtimizda o'tmishda indiyalarni qonliq qirg'in qilib qora tanliklarni qul qilgan yovuz oq tanlik amerikaliklarning bugungi kunda o'zlarining kechirgusiz tarixiy jinoyatlarni qilchi yoshirmay ifodalashga yo'l qo'ygan mardonaligini madaniyatning ularga o'z-o'zini tonitganligidan deb tushunishimiz kerak. Agar amerikaliklar insonparvarlikni mazmun qilgan madaniyat mash'ilining dastisini mustahkam tutish baxtiga muyassar bo'lmagan bo'lsa, Çin xonadonligidan to'lam uchun olgan 100 million sar kumushni Jungu uchun sarf qilib, Tsinghua universitetini ta'sis qilib bermasdan, balki o'z davlatining xazinasiga sharaxshitib to'kkan bo'ladi. Shunlashqa insoniyat jamiyatini takomillashtirayotgan, inson ma'naviyatini mukammallashtirayotgan mo'jizador vosita dal madaniyat deb kesib aytamiz. Albatta oliyjanob axloqiy ruh va insonparvarlik mazmunidan xoli bo'lgan, inson tabiatini chiqish qilmagan atalmish madaniyat insoniyatning beshiga balo bo'ladi. U insonlarni yodlashtirib, dunyoni nayzi qalqonlari zamonaviy qaroqchilarning bir-biriga tahdid selishadigan, kuch sinishadigan, ojiz millatlarni bozaq qilib talon-taroj qilishadigan gladiatorlar maydoniga aylantirib qo'yadi. Dunyoni poroxida qaplab yadro tahdidi kuchayib, kishilik huquq dafsanda qilinib, ekologik muhit buzilib, yer osti boyliqlari xonavayron qilinadi. Ko'z oldimizdagi jarohatlik dunyo atalmish madaniyat mikroblarining fojialik oqibati sifatida bizga namoyon bo'lib turmoqda. Moshunga qarab Yunon afsona rivoyatlaridagi eng cho'ng xudo Zeusning madaniyatning undirmasi va simvoli bo'lgan o'tni insonlarga o'g'irlab bergan piramidini Kavkaz teg'iga band qilib,
burkutga cho'qilatib jazolashining sababi ba o'xshaydi degan xiyollarga kelib qolamiz. Lekin odamlarning dialektik tuzilmasi insonlarga yanala umid bilan umidsizlikni, qayg'u bilan xushalliqni, boturlik bilan qo'rqinchoqlikni mangulik dahshanda qilib, mahrumiyat tang muyassariyat, muyassariyat tang mahrumiyat bo'lishdek qonuniyat ichida tarixning kamolatga qarab ilgirlash mantiqisini bo'ylab olg'a besishini va izdanishini da'vat qiladi. Madaniyatga erishmay turib insondek yashash mumkin emas. Nodonlik hech kim ravo ko'rmaydigan eng ashaddiy ofat. Nodonlikdan iborat bu alvastining changalidan qutulanmay necha asrdan beri tuz suyiga chilishib yashab kelgan xalqimiz bugungi kunga kelganda shundoq bir g'alati qismatga mubtalo bo'ldiki, o'ylasangiz ajablanmay turolmaysiz. Hissiyotimizni yo'shirmay aytadigan bo'lsak, biz maqtanib kelayotgan Uyg'urlar mehmon do'st millat, naqshi usulga xushtar millat, xushchaqchaq millat degandek sifatlarimiz bizga toza yarashmayotgandek his qilamiz. Bu chiroyli sifat so'zlarini ilgirikidek to'liq talaffuz qilinmaydigan, balki sal qo'rnish hissiyoti bilan ig'izga oladigan bo'lib qoldik. Chunki mehmondo'st degan so'z tilga elinish bilan tangla xuddi sadda degan uqum kalva degan so'zning siliqlanib aytilgan shakli bo'lganidek, mehmondo'st degan iboraning ahmaq degan ibora bilan urug' tuqqanligi esimizga tushida, qalbimizni saskinish tuyg'usi egallaydi. Naqshi usulning gepi chiqish bilan tang ko'z oldimizga iqtisod egillari o'zaro to'xtam tuzishib bo'lib, orduqini chiqaradigan vaqtda ularning sharafiga boyg'ojamlarning dedaklaridek naynaqshib usul o'ynab berayotgan holatimiz kelib nomus tuyg'usiga cho'mimiz. Xushchaqchaqlikning gepi chiqsa, oq olvastiga va aydizga o'xshash bir-biridan qabih ofatlarning quchiqida turkimlab kardan chiqayotgan qiz yigitlarimizning echinishli holatlari esimizga kelib, demimiz ichimizga tushib ketadi. Ajab ish. Bir millat madaniyatli kam taraqqiy topgan bo'lsa, uning ortiqchiliklari emas, balki kamchilliklarimi o'ziga yarashadi ekan. Xuddi mashhur olim Nyutonning cho'ng kichik ikki mushuk uchun ikki to'shik tashkilligidan iborat ahmoqligi uning kishilar qalbidagi obraziga yomurliq tus baxsh etganiga, ham bu ahmoqlik Nyutonning tangdashsiz nomi bilan qo'shilib butkul insoniyat biladigan mashhur ahmoqlik bo'qog'iniga o'xshash, bizga o'xshash har jihatda boshqalardan keyin qolgan bir millatning kamchilik xatoliklarining, ahmoqlik nodonliklarining o'z obrazini texmi xunuklashtirib etadiganligini tan olmasligimizga nima amal? Millatimizning Uyg'ursimon qismatining bir tarkibiy qismi bo'lsa kerak. Nachora, biz so'yimlik ahmoq bo'lish baxtiga muyassar bo'lolmagandan keyin, mushu ma'nodan aytishga bo'ladi-ki, bizning milliy madaniyat jihatdagi ojizliklarimiz, ruhiy jihatdagi zaifliklarimizdan g'olib kelmay turib, so'yimlik ahmoq bo'lishga shartimiz to'shmaydi ekan. Biz sonsiz yemirilmas paketlardan madaniyatning naqadar ulug'ligini tushunib, uning roliga dargumanda qaramaydigan bo'ldik. Albatta, madaniyat haqidagi tonish masalasining hal bo'lganligi madaniyatga bo'lgan muhabbatning uyg'onganligidan derak beradi. Endi biz madaniyatning ufqimi va uningga erishish yo'llari ustida izlanishimiz kerak. Biz madaniy degan atalg'uning ufqimini oddiy tushunib oladigan bo'lsak, marhamat, kechiring, yaxshimisiz, rahmat degandek nazokatlik iboralarni yodlab oladigan kishilarni madaniy odam deb qarab oladigan, foydalanish xabari gazeti bilan xalqaro xabarlar programmasidagi xabarlarni anglab elib so'zlab yurgan odamlarga qarab, esida tutib olgan parch-purat bilimlari ko'p kishilarga qarab,
Ziyolilarimizning kiyib olgan shilapisi bilan chigib olgan galostukiga qarab madaniyat suhbatimiz o'siyotidi deb tushunsak, yanada nodonlik qilgan bo'lamiz. Bir millatga yoki bir jamiyatga nisbatan madaniyatlik bo'lishni xuddi Morgan qadimki jamiyat nomli kitobida ko'rsatib o'tgandek, insoniyat oldi bilan madaniyatning hamma omillariga erishgandala ondan madaniyatlik holatga yetalaydi deb tushunsak haqiqiy ma'nosi bilan tushungan bo'lamiz. Bir odamga nisbatan aytganda eng oddiysi Aristotel aytgan tamoq yeyish uchun yashabatamdu yoki yashash uchun tamoq yevatamdu degan masalani o'lcham qilish kerak. Albatta bu eng tovan o'lcham. Amaliyotda biz hayotimizni eng tovan o'lchamda o'tkazyapmiz. Misol uchun qaraydigan bo'lsak, Uyg'urlarning ziyolilari, amaldorlari, boylari eng ko'p markazlashgan Urumchida kishilar odatda qizi birasining kaynidan ichkariga qochib ketmagan bo'lsa, o'g'li zaharlik chekimlikka berilib ketmagan bo'lsa, bolalarimga Xudoyim insof berdi, axloqliq obdan cho'ng bo'ldi deyishib maqtanishadi. Ballarning mustaqil yashash iqtidori bormi yo'q, g'oya e'tiqodi bormi yo'q, o'z-o'zini qadrlash tuyg'usi kuchlikmi yo'q, muayyan madaniyat saviyasiga egami yo'q, yetarli kasbiy qobiliyatga egami yo'q deganlarni o'ylashqimi petinolmaydi. Axloqli qizning o'lchami ishki o'lkalarga qechib ketmaslikmi? Obdan o'g'ilning o'lchami zaharlik chekimlikka berilmaslikmi? Bu ballarimizga qo'yilgan naqadar tovan talab ha? Mushundoq tovan talab ichida o'sib yetilgan avlodlardan millatning yukini mo'rasiga olalaydigan azamatlarning chiqishi mumkinmi? Şunu bilishimiz kerakki, odamlarning odatdagi jonliqlarga o'xshash o'zini ishlab chiqaradigan, jon beqish bilan qanoat hosil qiladigan holatda yashashiga hargiz bo'lmaydi. Odamlarning hayoti hayotni takrorlaydigan emas, hayotni yaratadigan hayot bo'lishi, izig'i sakraydigan emas, yuqoriga o'rlaydigan hayot bo'lishi, hargizmi obyektiv bilan cheklanib to'xtab qoladigan hayot bo'lmasligi, qisqasi faqat o'zini qayta takrorlaydigan, naslini davomlashtiradigan hayot bo'lib qolmasligi lozim. Chunki bu xil iqtidor hayvonga xos bo'lib, insonlarmi mushu iqtidori bilan cheklanib qoladigan bo'lsa, hayvonlar bilan bir tuzsiziq ustida asrolashib qolmamdi. 1995-yili 10-oyda yozildi.